Fidelity va Imah kompaniyasi taqdim etadi. Fransiya va Belgiya mahsuloti. Qani bolalar, to'g'ri turinglar-chi. Orqadagilar. Orqada turganlar, suratga olyapman. Bolalar, menga qaranglar. Bolalar. Bolalar. Orqa qatordagilar, to'g'ri turinglar. Jim bolalar, jim. To'g'ri turinglar. Sen ikkoving gaplashmanglar. Bir kun o'qituvchimiz bizga g'alati mavzuda insho yozishni topshirdi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Bola qo'y, Nikola, qiymas-ku bu. Qiyin. Kelajakda nima qilmoqchiligimni bilmaganimdan keyin. Mana boshqalar biladi. Masalan, Alsest ministr bo'lmoqchi. U meni eng yaqin do'stim, doim bir nima yeb yuradigan baqaloq. Bu lahim go'shti, bunisi bo'yin go'shti, bunisi qovurg'alar, bunisi til. Ko'pchilik yoqtirmaydi, lekin yesang maza qilasan. Ziyofatlarda yeb ichib o'tirish uchun ministr bo'lmoqchi u. Davlat manfaatlari nuqtai nazaridan aytish kerak-ki. Yangi yilda biznikida buvim, Doroteya xolam, Ejen amakim bo'lishadi. Biznikida esa kurka go'shti, kolbasa, meva-cheva bo'ladi. Jofrova katta bo'lganida dadasi bilan birga ishlaydi. Alo. Mana hozir. Alo, eshitaman. Jofrovalarning uyi juda katta. Katta bog'i ham bor. U yerda zo'r hovuzi ham bor. Jofrovaning dadasi juda boy. Shuning uchun ham o'g'li nimani istasa olib beraveradi. U esa kiyim almashtirishni yaxshi ko'radi. Jofrovaning dadasi juda ko'p ishlagani uchun bolaga Albert amaki, ya'ni dadasining yordamchisi qarab yuradi. Bu esa Kloter. Uning zo'r velosipedi bor. Poygachilarning velosipedi bu. Unda yuk o'rindig'i nega o'rnatilgan? Aytdim-ku, do'konma-do'kon poyga qilish uchun deb. Kloter velo poygada chempion bo'lmoqchi. Lyudovik 16-jallod kundasida qatl etilgan. Kloter, hozir nima dedim? Qaytarchi. Kloter sinfdagi eng bo'sh o'quvchi. Kunda? Kunda nima degani? Haligi baliqning bir turi. Burchakka tur. Javob bera olmaganida uni ko'pincha jazolab, tanaffusga ham chiqarmay sinfda qoldirishadi. Kundaligini uyda ko'rsatganida televizor ko'rish va shirinlikdan mahrum qilishadi. Direktorimiz uni urishganda shunday deydi. Ota-onangiz sizni o'qitaman deb bor budini sarflayapti. Noshkur bolalar. Kundalik daftarni tekshirishlari hech kimga yoqmaydi. Nikolaning xayoli parishon. Yaxshiroq o'qishi ham mumkin. Hech kimdan qo'rqmaydigan bola bu Et. Sinfda ham, tanaffusda ham hamma bilan urushgan. Yaxshi bahosi ham bor. Ashuladan. Dadam meni hech ham urushmaydi. Bilasanmi nima? Ko'ziga tik qarab turaveraman. Mana bunday. Keyin u indamay kundaligimga qo'l qo'yib beradi. Baholaring nega yomon? Burchakka tur. Shirinlik ham yo'q senga. Dadasining ko'ziga tik qarashni eplay olmadi shekilli. Men aslini olganda bezori bo'lmoqchiman. Unaqa kasb yo'q. Bor. Agar bezorilar bo'lmaganida politsiyachilar ham bo'lmasdi. Seni dadang ham ishsiz qolardi. O'shanda vayronada yashardinglar. Nima deding? Qani bir qaytarchi. Qaytaraman ham, chiriga vayronada yashaysan. Unda dadam seni hibsga olib qamoqqa chiqardi. Rufus dadasiga o'xshab politsiyachi bo'lmoqchi. Lekin o'zi sho'x.
Voy bolalar, qani topinglarchi, kimga o'xshadim? Frankenshtaynga, Arvohga, Boriga, odamxo'rga. Menejermena xolamga. Yo'q, bulyonga. Bulyon bizni katta tarbiyachimiz. Chaka gitmagani uchun ham unga shunaqa laqab berishgan. Ko'zlarimga qarang-chi. Bulyonda, ya'ni sho'rvada ko'zga o'xshagan yog'li halqalar bo'ladi. Buni avval tushunmagandim. Yuqori sinfdagilar tushuntirib berishdi. Bolalarni jazolash uchun har xil jumlalarni qayta-qayta yozdiraveradi u. 100 marta yozasan. Tarbiyachilarni masxara qilmasligim kerak. Bunaqa bema'ni qiliqlar bilan deb tushunarlimi? Bu Anyan, uni hech qachon jazolashmagan. U sinfimizdagi eng a'lochi o'quvchi. O'qituvchimizning erkatoyi ham, lekin u chaqimchi, xuddi suvarakning o'zginasi. Xonim, ular gaplashyapti. Uni hammamiz yomon ko'ramiz, ammo uni urib bo'lmaydi, chunki ko'z oynagi bor. Meni urish mumkin emas, ko'z oynagim bor. Katta bo'lganida uni kim bo'lmoqchi ekanligini bilishning iloji bo'lmadi. Xonim, u ko'chiryapti. Bu meni dadam. Bolaliklarida katta bo'lganda kim bo'lishlarini ko'p o'ylagan ekanlar. Он часто говорил мне, что если бы он не женился на маме... Aytishlaricha, agar oyimga uylanmaganlarida futbol bo'yicha chempion bo'lar ekanlar. Yoki suzish bo'yicha. Qani tayyorlaning? Marsh! Balki Velopoyga chempioni. lottobozlik bo'yicha bo'lardingiz jahon chempioni. Bu kishi Monsieur Bledyur, bizni qo'shnimiz. Nima, gap olyapsizmi qulog'iding musiye? Gap olayotganim yo'q, shunchaki eshityapman. Ehtiyot bo'ling. Nima? Chempion menga popsa qilyaptimi? Ha, juda qo'rqib ketdim. Janjallashni juda yoqtirishadi. Lottobozlik bo'yicha degani nima o'zi? Bas qil. O'zing bas qil. Yana meni oyim borlar. Oyi! Ular oyi bo'lishni orzu qilganlari aniq. Boshqachasiga o'zim ham ko'nmagan bo'lardim. Qo'rqitib yubording-ku. Rostini aytsam, bilaman kim bo'lmoqchiligimni nega bilmayotganimni. Chunki hayotim o'zimga yoqadi va uni o'zgartirishni istamayman. Valérie Lemercier, Kamera, Sandrine Kiberlen, Kichkina Nikola filmida. Rene Gorsini va Jean-Jacques Sempe asari asosida suratga olingan. Shu filmda François Xavier de Maison, Michel Duchessois, Daniel Prévat, Michel Galabru, Anemon, François Danyen va boshqalar suratga tushgan. Nikola rolida Maxim Gada. Ssenariy muallifi Laren Serard va Grégoire Vigneron. Tasvirchi Deni Ruden. Bastakor Klaus Badey,
Rejissyor Lan Sirart. Kim aytib beradi menga no'xat polvon ertagini? Et. Haligi no'xat. Xo'sh, keyinchi. Rufus? No'xat dumalab hamma yoqqa kirib, narsa o'g'irlagan. Yo'q, unaqa emas. Alsest? U juda ozg'in bo'lgan, chunki ovqatni kam yerdi. Hechimda. Xonim, Nikola. xonim, Bo'pti, Anyan, ayta qol. bo'yi no'xatday bo'lgani uchun ham uni no'xat polvon deyishgan. U juda ham kambag'al o'tinchining eng kichik bolasi bo'lgan. Oilasini boqolmagani uchun o'tinchi bolalarini bo'rilarga yem bo'lsin deb o'rmonga olib borib tashlaydi. Baxtiga Yo'xim, tabriklayman. eshitdingmi? Yo'xim kali bo'pti. Voy. Eshitdingmi? Yo'xim kali bo'pti. Jim. Kloter, nima qilyapsan? Tinchgina uxlayotgandim. Dadam kelib meni uyg'otdilar. Yechimabdilar ham. Soqollari ham olinmagan, lekin rosa xursand edilar. Ular menga kechasi ukam tug'ilganini aytdilar. Keyin dadam meni oyimni oldilariga olib bordilar. Oyim kasalxonada karavotda yotgandilar, lekin dadamga o'xshab juda xursand edilar. Yonlarida esa ukam yotgan ekan. Uncha xursandga o'xshamaysan. Nega xursand bo'lay? Birinchidan, u nuqul baqirgan. Men baqirsam darrov urishib berishadi. Dadam meni ahmoq dedilar. Quloqlarimni teshib yuboribman. Unga esa mumkin ekan. Chaqaloq kattami? Taxminan mana bunday. O'yinchoqlaringni teparoqqa yashirasan endi. Ha, ota-onang u bilan bir xonada yashashingni xohlashadi hali. Yo'q, bu meni xonam. Bolaga bog'da boshqa bir xona qurib berish kerak. Bizni bog'imiz yo'q. Unda oldin bog' qilishing kerak. Balki garajdan xona qilib berarsan. Bizni garajda kuchugimiz yashardi. Aslida uka emas, velosiped olib berishlarini xohlovdim. Endi u seni konfetlaringni o'maradi, bermasang g'ashlik qilyapti deyshadi. Ha, kichkinalar bilan kelisha olmasak, ota-onalarimiz bizni g'ashlik qilyapti deyshadi, nuqul. Unday bo'lsa, garajga seni jo'natishadi. Ishlaring chatoq. O'zing sezganmiding biron nimani? Yo'q, lekin dadam oxirgi paytlar sal g'alatiroq bo'lib qolgandilar. G'alatiroq qanaqasiga? Oyimga juda mehribon bo'lib qoluvdilar, yaxshi gapirardilar. Bozordan qaytishayotganda narsalarni o'zlari ko'tarib olardilar. Oyimga ko'tarma, senga toliqish mumkin emas derdilar. Bir kuni esa indamasdan axlatni tashlab keldilar. Bunaqasi kamdan kam bo'lgan. Oyi, Nima deysan? bolalar qanday paydo bo'ladi? Ana, dadang keldilar. Syurpriz. Bu Nikolaga, chunki dadasi juda mehnatkash. Imzo Rojiya Mujbom. Monsieur Mujbom, dadamni boshlig'i. Monsieur Mujbom, kotibangizga bergan xatimni oldingizmi? Qanaqa xat? Ish haqim va lavozimimni oshirishingiz xususida. Bu haqda siz bilan gaplashgandik. Keyinroq gaplasharmiz. Sizda ishim bor edi. Dadam bilan oyim u haqda ko'p bahslashadilar. U seni qo'lda ishlatadi. Sen bo'lsang bunga yo'l qo'yapsan. Bo'pti, ishimni tashlayman. Juda xursand bo'larsan. Nikola, jamoadoningni yig'ishtir, biz ko'chib ketyapmiz. Zo'r! Jamoadonimni yig'ishga ketdim. Rostini aytsam, ular tez-tez janjallashib turishadi. Uyga olib kelishlarini buyurtirmaganmiding? Qimmatga tushardida. Qayoqqa qo'yay? Lavozimingni ko'targanlardan nima foyda? Hali ham qashshoqlarga o'xshab Hali yashayapmiz. ko'tarilgani yo'q, stolga qo'yaymi?
Monsieur Mushbom senga nimani va'da qiluvdi? Hali aniq emas bu. Qayoqqa qo'yay, stolgami? Televizor olmaslik kerak edi. Hali mashinaning pulini to'lab olganimiz yo'q. Unda qaytarib olib borib beraman. Shuni xohlayapsanmi? Topshirib yuboraymi? Baqirma menga. Baqirma. Zahringni sochma menga. Lekin baribir ular har doim yarashib olishadi. Bo'pti, mana bu yerga qo'ya qol. Ko'pincha demoqchi edim. Nikola, Ha dedi. hech qachon uylanma. Xo'p. Nikola, menimcha Monsieur Mushbomga sovg'a uchun minnatdorchilik bildirib xat yozish kerak. Hurmatli Monsieur, yo'q, hurmatli Monsieur Mushbom, yo'q. Qadrli Monsieur Mushbom, shoshma, jonginam. Hurmatli Monsieurmi, hurmatli Monsieur Mushbommi yoki qadrli Monsieur Mushbommi? Namuncha baqirmasang, baribir oshxonada hech nimani eshitmadim. Hurmatli Monsieurmi, hurmatli Monsieur Mushbommi yoki qadrli Monsieurmi? Hurmatli Monsieur Mushbom bo'lsin. O'ta rasmiy-ku. Siz hurmatli Monsieur deb yoz. O'zing bilsang, mendan so'rab nima qilasan? Xo'sh, yoz. Hurmatli Monsieur, virgul, yangi qatordan men g'oyat hayratlandimki, yo'q, xursand bo'ldimki, yo'q, mamnun bo'lib hayratlandimki, yo'q, nihoyatda Balki dahshatli ravishda hayratlandimki dersan, shunaqa ham tutuqsiz gap bo'larkanmi? Ajoyib sovg'angizni olib juda ham hayratlandim. Yo'q, sizni Zo'r sovg'angizni. Yo'q, sizni g'aroyib sovg'angizni. Bola to'g'ri aytdi. Zo'r so'zi tabiiy chiqadi. Gapimni bo'lmay tura olasanmi? Xo'sh, sizni ajoyib sovg'angiz nuqta. Pastdan, yangi qatordan. Hurmat bilan yo'q, chuqur hurmat bilan. Chuqur hurmat bilanmi yoki ulkan hurmat bilanmi? Qanaqa yozsan? Bo'pti, yoz. Chuqur hurmat bilan endi ismingni yoz. Nikola, bas qil. Nikola. Hashla shu o'yinchoqni. Bu mansabga hech qachon erisha olmayman shekilli. Monsieur Mushbomni xotini bilan kechki ovqatga taklif qilsakmikan? Ehtimol o'shanda sen haqingda fikri o'zgararmidi? Bir kuni dadam indamasdan axlatni tashlab keldilar. Bunaqasi kamdan kam bo'lgan. O'tir jonginam, o'zim olib kelaman. Rahmat azizim, ovora bo'lding-da. Qaysi chashkalarni olay? Qo'yaver, o'zim tayyorlayman. Yo'q, bu ishni bajonidil o'zim qilaman. Topolmasang kerak, o'zim qarayman. Yaqinda ukalik bo'lar ekanman. Qachon? Aniq bilmayman, lekin hammasi Yaxim aytgandek bo'lyapti. Yaximning o'zi qani? Bolalar. Ikki qator bo'lib turinglar-chi.
Men orqamdan yuringlar. Bugun dars bo'lmaydi. Sizlarni vrachlar ko'rikdan o'tkazishadi. Xonim, Yoxim yo'q-ku. Bilaman. Ota-onasi menga aytdi. Qani ortimdan yuringlar-chi. Yoximga nima bo'pti o'zi? Ukasini deb biror nima bo'lgandir-da. Ha, nazarimda ota-onasi undan qutulishgan. Xuddi nahot polvonga o'xshab. Uni ham o'rmonga tashlab kelishgan. Voy, nima? Og'rir ekanmi? Judayam. Bizni hatto bog'lab ham qo'yishdi. Yo'qqa bormayman. Oyimga boraman. Anya, nima bo'ldi? Vrachga bormayman. Oyimga qo'ng'iroq qilinglar. Anya, menga qara, o'zingni bos. Agar tinchgina vrach ko'rigidan o'tsang, seni arifmetikadan javob berishga chaqirmayman. Ta'sirlar mavzusidan, ha? Ha. Unda mayli. Yura qolinglar, bolalar, yuringlar. Senga har xil suratlar ko'rsataman. Sen esa xayolingga nimalar kelganini aytasan. Tayyormisan? Nimani ko'ryapsan? Dadamning avtomobilini. Dadamning kemasini. Dadamning samolyotini. Yo'talchi. Yaxshi. Yo'tal. Yaxshi. Yo'tal. Xo'sh, qulog'im senda. Men bilmovdim. Tayyorlanib kelmaganman. Shunchaki xayolingga nima kelganini aytsang bo'lgani. Yilini aytish kerakmi? Yilini? Yillar ko'rinyaptimi senga? Bilmayman-da yilini. Yili. Xo'sh, bunisi? Men qilganim yo'q. Bo'pti. Yaxshi. Bu nima? Qayoqqa? Adolatdan emas bu. Siyohni men to'kkanim yo'q. Navbatdagisi. Ko'zoynagingni eshitdi, nimani ko'rayotganingni ayt. Ko'zoynagingni eshitdim. Bunisi-chi? Yana dadangga bog'liq bir nimalarni eslatyaptimi? Yo'q, oyimning mantosi bu. Dadam olib berganlar ularga. Keyingisi. Buterbrodsiz chiq. Bo'lmasa og'irlikni aniq o'lchab bo'lmaydi. Bu don topib olib uni ekayotgan kichkina bolakay. Don o'sib chiqib chaqaloqqa aylanadi. Chaqaloq bo'lsa, o'saveradi, o'saveradi, o'saveradi. Keyin devga aylanadi. Dev esa bolakayni tutib olib tiriklayin yeb qo'yadi. Keyin uni yoniga borib, balki Mujbom xonim bilan biznikiga kechki ovqatga kelarsiz dedim. U nima dedi? Ajoyib fikr, xotinim bilan gaplashib ko'ray. Keyin kunini belgilarmiz. Judayam xursandman azizim. Aytchi, Mujbom xonim qanaqa ayol o'zi? Bilmasam, menimcha shunchaki xo'jayin xotinidir. Nozik-tab ayol bo'lsa kerak yoki Aytdim-ku, bilmayman deb, uni hech ham ko'rmaganman. Judayam hayajonlanib ketyapman. Nima bo'lganda ham mehmondorchilik a'lo darajada o'tish kerak. Nikolachi, uni nima qilamiz? Shu yerda qoldiramizmi? Yo'q, qoldira olmaymiz. Ishkal chiqarishi mumkin. Voy, qo'rqib ketyapman. Ol bolam. Nikola, nega yemayapsan? Kuch to'plashing kerak axir. O'rmonga sayr qilgani bormaymizmi? Kelasi yakshanbada. Anyanga o'xshab til yog'lamalik qilishing kerak.
To'g'ri aytyapti. Oyimga biror nima sovg'a qil. Masalan, kolbasami, dudlangan go'shtmi? O'shanda oying qanchalik yaxshiligingni bilib, seni o'rmonga tashlab keta olmaydi. Ishonaver. Oyingga uzuk sotib ol. Oyim janjal ko'tarsa, dadam shunday qiladi doim. Foydasi tegadi. Lekin menda atigi 3 frank bordi. Tegilmasin. Salom bolalar. Biron yordamim kerakmi? Oyimga gul sota olmoqchi edim. Qanday ajoyib. Oyingning omadi bor ekan. Uni o'rmonga tashlab kelmasliklari uchun olyapti gulni. Ana u atir gullar qancha turadi? 3 frank. Juda soz, olaman. Yo'q, bir donasi 3 frank demoqchi edim. Qarzga pul berib tura olmaysanmi? Qaytarib beraman. Kechirasan, u mayda tangalarim qoldi. Senichi? Menda ham yo'q. Yaxshisi bergim kelmayapti deb qo'ya qol. Pul meniki, istaganimni qilaman. Qizg'anchiq. O'zing qizg'anchiqsan. Qo'libda gul bo'lmaganda adabini berib qo'yardim. Bolalar, bas qilinglar. Ber, ushlab turaman. Yaqinlashma bo'lmasa. Bolajonim, guling juda chiroyli ekan. Kloter to'g'ri aytgan ekan. Anyanning usuli ish berdi. Oyimga yoqish uchun endi hamma narsaga tayyor edim. Hatto Kurti Plak xonimnikiga mehmonga ketayotganimizda yomon ko'radigan ko'k kostyumimni kiyishga ham rozi bo'ldim. Buncha ham shirin bo'lmasang, boraylik deb xolajonimga qo'ymadi. Qani, bir o'pay seni. Maredvish, shu yerdamidi? Bu Mari Edvish. U juda chiroyli. Lekin baribir qiz bo'ladi. Qizlar bilan esa o'ynashni qizig'i yo'q. Nikolaga xonangni ko'rsatgin, qizim. Nima o'ynaymiz? Urush o'ynasak bo'ladi. Men hamshira, sen yarador bo'lasan. Sen juda ham qo'rqib ketasan. Men bo'lsam, senga yordam beraman. Yaxshisi qart o'ynay qolaylik. Mayli. Qanaqa o'yinni bilasan? Batay deganini. Men qiziqrog'ini bilaman. Uning o'yini ancha qiyin ekan. Masalan, u meni qartalarga malol ko'rishi mumkin edi. Hatto o'zinikini menikiga almashtirib ham olardi. Men esa unday qila olmasdim. Uning ustiga qartalar ham g'alatiroq ekan. Ba'zan u uchlik qartasi bilan meni qirolimni urishi mumkin edi, ammo nima? Yutqazgan ot bo'lar ekan. Juvatim, juv! Doim men yutqazardim. Yopishqoq ekan. Qimirlama. Keyin uning dugonalari kelishdi. Salom. Rosa o'ynadik o'zi ham. Bir payt xayolimdan bu ketishda maktabimni almashtirishimga to'g'ri keladi degan fikr o'tdi. Xayr, Nikola. Xayr, Nikola. Ko'rishguncha, Nikola. Xayr, Nikola. Xayr. Xayr. Mari Edvish, sen bilan maza qilib o'ynadim. Sen juda chiroyli qiz ekansan. Tez orada yana ko'rishamiz degan umiddaman. Aslida og'zimni ocha olganim ham yo'q. Xayr, yaxshi boringlar. Nikola, sen bilan faxrlanaman. Oyim mendan juda ham xursand edilar.
Lekin barcha harakatlarim zoyi ketdi. Ertaga biz sayr qilgan o'rmonga boramiz. Nikola, bu nima qilganing? Och. Ocha qolsang-chi, och. Bo'l. Och. Bo'pti, hazil qildik bo'ldi. Tez och dedim. Och eshikni. Baqirma bolaga, qo'rqitib yuborasan. Nikola, men oyingman. Ocha qol. Bo'pti o'g'lim. Ahmoqlik qilma. Eshikni ochmasang uyga qanday qaytamiz? Bolani bunaqa qilishi juda ham g'alati. Dadam bilan oyim kuni bo'yi janjallashishdi. U kasal bo'lib qolgan, kasal. Bas qil. Nuqul uni yonini olasan. Oyim meni olib borib tashlashga ko'zlari qiymayotganini sezib turibman. Ammo dadam ularni ko'ndirishi mumkinligini bilardim. Nima qilishni topdim. Nikolaga yordam berish uchun yashirin to'da tuzamiz. U nima degani o'zi? Odamlarga yordam berish uchun to'plangan qahramonlar to'dasi bu. Yengilmaslar deb ataymiz to'damizni. Qoyil! Qurilish maydonida to'planamiz unda. Bizga parol kerak bo'ladi. Dov yuraklar jasorati! Qoyil! Parolni bilgina u yerga kira oladi. Qoyil! Bolalar, qani? Joy-joylaringga turib olinglar-chi. Ota-onam sizga xat berib yuborishuvdi. Xonim, darsi qilmadi uchun o'g'limiz Klotter kechirin. Kim berdi bu xatni senga? Dada. Xonim, Nima? olma yaxshi ko'rinmasa yaqinroq borib ko'rsam bo'ladimi? Ha. O'tiringlar. O'tiringlar dedim. Turinglar. O'tiringlar. Bolalar, yaqin kunlarda xalq ta'limi vaziri shaxsan o'zlari maktabimizga tashrif buyurishlarini aytgani kiruvdim. Umid qilamanki, sinfingizdan mamnun bo'ladilar. Shuningdek, sinf rahbaringiz sizlar bilan birgalikda spektakl tayyorlaydi. O'ylaymanki, unda madaniyat va pedagogika uyg'unlashib ketib, aziz mehmonimizda unutilmas taassurot qoldiradi. Spektakl tayyorlash fikri o'qituvchimizga yoqmadi. Rostini aytsam, bir paytlar u spektakl qo'yishga urinib ko'rgandi. Alsest. Qani fillar, bo'linglar, chiqa qolinglar. Zebralar, narigi tomonda o'tinglar. Avval zebralar, keyin timsohlar. Jofrua. Jofrua. 1-2. Orqaga buriling. To'g'riga. Nima qilyapsizlar? Nimasi bu? Ikkitadan turib oling dedim. Qanaqangi poda bo'lsa, ikkitadan turib olinglar. Fransiyaga isnod keltiryapsizlar. Xo'rda ham shu ahvol. Tayinli bir ish chiqmasdi. Menga afsus, ulardan bir nima chiqishi qiyin. Shuni deb dasturni tayyorlab ulgurmasligimiz mumkin. Bo'pti. Unda she'r bilan cheklanib qo'ya qolamiz. Yaxshi yodlashgandir, a? Ha. Qarg'a bilan tulki. Juda soz.
Unda siz meni yosh do'stim. Qani bizga qarg'a bilan tulki masalani aytib bering-chi. Yoddan bilmayman. Qarg'a tumshug'ida rakfor qishlog'ini ushlab o'tirganini eslama xolos. Yo'q, Kamamber qishlog'ini. Nima farqi bor? Qarg'a Kamamberni tumshug'ida ushlab tura olmasdi. Axir u yumshoq qishloq-ku. Bas, tinchlaning. Bo'ldi, bas. Qani tinchlaninglar, jim dedim. Rasm chizishda davom etamiz. Men emas. Farovon hayot kechirishingiz uchun bu yerda sizlarga uy-joy qurilyapti. Parol. Dovyuraklar jasorati. Parol. Dovyuraklar jasorati. Dovyuraklar jasorati. Dovyuraklar jasorati. Parol. Botirlar jasorati. Parolsiz bu yoqqa kira olmaysan. Qo'rqmaslar jasorati. Zo'rlar jasorati. Avval sardor saylab olishimiz kerak. O'zimni taklif qilaman. Nega endi o'zingni? Men hammangni yaxshi kiying, sardorlar doim yaxshi kiyishadi. Eng kuchli bola sardor bo'ladi. Yo'q, sardor hammadan katta bo'lish kerak. Hammangdan kattasi menman. Yo'q, eng kattasi Qatar, 3-yilga qolgan. Bolalar, urushmoqchi bo'lsak bu yerga kelib nima qilardik? Tinchgina maktabda urushsagan bo'lardi-ku. Allo. Bir daqiqa. Monsieur. Ha, xonim. Vazirlikdan so'rashyapti. Sizga faxriy legion ordenini topshirish kunini belgilashmoqchi Namchi ekan. o'sar bo'lishmasa, mana qarab ko'ringchi, keyingi oyda biror kunga belgilarsiz. Xo'p, monsieur. Ko'ylaklaringiz tayyor, monsieur. Rahmat, ana bu yerga qo'ying. Oyoq kiyimingizni ham tozalab qo'ydim. Xo'sh, qayerda to'xtovdik? O'tgan oyda yuborgan so'rovnomamga haligacha javob ola olmaganim sababli. Ya? Nima deganimni eshitdingmi? Ha? Fikrimdan qaytdim deyapman. Mujbomlarni kechki ovqatga chaqirishni istamayman. Nimaga? Chunki meni kiyishga ko'ylagim yo'q, taqinchoqlarim ham yo'q. Mashina haydashni ham bilmayman. Jonginam, senga nima bo'ldi o'zi? Mujbom xonimning oldida g'arib ko'rinishni istamayman. Nega endi g'arib bo'larkansan? Mujbom xonim sartaroshxonaga olib borib qo'yishni iridan so'raydi deb o'ylaysanmi? Hech hamda. Yo avtobusda yuradi demoqchimisan? Yo'q. Demak, u mashina haydashni biladi. To'ppa to'g'ri. Seningcha Mujbom xonimni bittagina kechki ko'ylagi bormi? Menda esa atigi bitta. Hech hamda axir senga olib bergan yashil ko'ylagim bor-ku. Ko'rgani ko'zim yo'q o'sha ko'ylakni. Har doim shu ko'ylakni kiyaman. Har doim emas, ko'pincha deya qoling. Seningcha Mujbom xonim bilan faqat uy, oila haqida gapirishish mumkinmi? Yo'q. U hozirgi zamon ayoli, ziyoli, ketib borgan ayol. Men esa oshxonasidan boshqa hech nimani ko'rmagan uy bekasiman xolos. Shuning uchun ham meni kamsitishlarga chidab o'tirmoqchi emasman. Yaxshisi bu mehmondorchilikda voz kechganim ma'qul. Juda soz. Seni hech kim kamsita olmaydi. Ertagayoq Al-Fayyod do'konidan senga ko'ylak sotib olamiz. Taqinchoqlarimmi? Taqinchoqlarim. Mashina haydashni ham o'rganamanmi? Ha? Jonginam. Qiziq, devor ko'tarishga qancha pul ketarkin-a? Jasorat. Dovdirlarmi? Gap shunday. Har bir to'da sardori umumiy to'daning boshqa a'zolariga boshchilik qiladi. Masalan, Jofruaning shaxsiy to'dasi bo'ladi. Bu to'daga uning o'zi, Alses, Rufus va men kiramiz. Rufus esa o'zining to'dasini boshqaradi. Bunga uning o'zi, Ed, Klater va men kiramiz. Ed bo'lsa, Jofrua, Rufus, men va Alsesdan iborat o'zining to'dasiga sardor bo'ladi. Men esa hammamizdan iborat to'daga boshchilik qilaman. Rozimisiz? Rozimiz. Ha. Unda nima qilamiz hozir? Topdim. Seni uyingni tozalaymiz. Senikiga borib, hamma yoqni tozalab chiqamiz. Mana ko'rasan, ota-onang xursand bo'lib ketgandan seni uyda qoldirishga majbur bo'lishadi. Yaxshi bola bo'lib o'tirgan, xo'pmi? 2 soatlarda qaytamiz agar oying eplolsa. Nima deyapsan? Nima dedim? 2 soatda eplolsa dedingmi? To'g'ri, kim biladi qancha vaqt ketishini. Nimaga shama qilyapsan? Mazax qilyapsanmi? Yana boshladingmi? O'zing boshlading, avvalda zada qilib qo'yapsan meni. Hech hamda.
2 soat vaqtimiz bor. To'g'rila. Rulni to'g'ri ushla. To'g'rila dedim. To'g'rila. To'g'rila, yaxshi. Bas qil to'g'rilayni. Gangitma meni. To'g'ri ushla. Xo'sh. Chetga chiqib ketay dedik-ku. Kechqurun dadam bilan oyim qaytib kelishganida o'rtoqlarim bilan uyni chinnida yig'ishtirib qo'yganimizda tezroq ko'rishlarini istardim. Bo'pti, mashina haydashni senga instruktor o'rgatadi. Endi bildim. Ularga rostdan ham kerak emas ekanman. Shuning uchun ham uydan ketishga qaror qildim. Zarur narsalarimni oldim-da, uydan chiqib ketdim. Uzoqlarga ketmoqchi bo'ldim. Xitoygami? Arkashongami? Ota-onam rosa xafa bo'lishadi-da. Qilgan ishlardan afsuslanishadi hali. Men esa ko'p yillardan keyin harbiy kema kapitani bo'lib, pulim ko'payganida uyga qaytaman. Shu pullarimga ularni kinoga boraman. Shunda hamma, qaranglar, bu Nikolaku, uni bir dunyo puli bor ekan. Shu puliga ota-onasini kinoga olib boribdi. Ota-onasi unga mehr ko'rsatishmagan bo'lsa ham deyshadi. Nima, qo'rqdingmi? Yo'q, xayolimga bir gap keldi. Nega endi uydan men ketishim kerak ekan? Axir birinchi tug'ilganman u. Men emas, chaqaloq daf bo'lish kerak bu uydan. Ukam tug'ilgandan keyin undan qutulamiz. Qanday qilib? Uni hayvonot bog'iga berib yuboramiz. Tonka, u yoqqa faqat hayvonlarni olishadi. Bildim, uni jungliga tashlab kelamiz. Bo'rilar bolani katta qilishadi. Albert menga shunaqa hikoya o'qib bergandi. Yo'q, jungli uzoq. Uni biron kulbada qoldirib yashirincha boqish kerak bo'ladi. Galmagal unga ovqat beramiz. Men faqat payshanba kunlari borishim mumkin, boshqa kunlari ko'chaga chiqarishmaydi. Men ham faqat payshanbada. Men ham, agar jazolashmasa albatta. Lekin bunaqasi tez-tez bo'lib turadi. Bunaqada bolaga ovqat qoldirishga to'g'ri keladi. Xolam hammamiz ketayotganimizda mushugiga doim ovqat qoldiradi. Esingizmi? Axir u mushuk emas-ku. Ovqatni o'zi yeya olmaydi. Hammasini eshitdim. Nimani eshitding, chaqmachaqar? Nikolaning ukasini jungliga olib borib tashlab, mushukka o'xshab boqmoqchisizlar. Hammasini o'qituvchimizga aytib beraman. Direktorga ham. O'shanda sizlarni jazolashadi. Nima agar? Agar o'qituvchimizni meni ssenariyim bo'yicha spektakl qo'yishga ko'ndirmasanglar, Seni ssenariying bo'yicha? bo'llaring!
Menimcha, bolani o'zimiz yo'q qila olmaymiz. Politsiya hammasini bilib qolishi mumkin. Yagona yo'li bola o'g'irlaydigan jinoyatchi yollash kerak. Jinoyatchi? Qayoqdan topamiz o'sha jinoyatchini? Qamoqxona. Hoy, misye. Bu yoqqa keling. Misye, bu yoqqa. Bu yoqqa keling. Ha, siz, bu yoqqa. Bu yerga Qamarov deb ataladigan daryo quyiladi. Rahmat, Anyan. Kim aytadi menga Parijdan qaysi daryo oqib o'tadi? Clotaire. Clotaire. Clotaire, tu as entendu la Clotaire, question? savolimni eshitdingmi? Parijdan qaysi daryo oqib o'tadi? Ha, xo'sh, daryoning nomi nima ekan? Eh bien, Qani, Clotaire. javob berchi. Bu Clotaire. Clotaire, ha, xonim. Parijdagi suv tramvayida suzganmiz devding-ku. Ha, Ular qayerda suzadi? Senada. Allez, file. Bora qol. Fondée sur la Tashbihlarga asoslangan skatlar she'riyati, jumladan islandiyalik Snorri Sturluson. Slurspor. Tilim ham kelishmayapti. Unda buni gapirma. Undan ko'ra yordamlash bor. Snorri Sturluson. Islandiyalik Snorri Sturluson. Uning she'riyatida odatiy so'zlar o'rnini tashbih va tamsillar, mubolag'a san'atiga xos o'xshatishlar egallaydi. Endi musiqa haqida gaplashamiz. Maylimi? Yo'q, keragi yo'q. Menimcha 13-asr Skandinaviya she'riyati haqidagi chiroyli gaplaringdan keyin Mushbon xonim musiqa haqida gaplashishni istamaydi. Hechamda Mushbom xonim erkaklar o'z ishi haqida so'zlashib turgan bir payt qiziqarli suhbat qura oladigan madaniyatli inson bilan muloqotda ekanidan baxtiyor bo'ladi. Xo'sh, Barok usuli. barokko portugalcha so'z bo'lib, noto'g'ri shaklli gavhar ma'nosini anglatadi. Bolalar! Qaranglar. Francis Leborn. Ashaddiy jinoyatchi qamoqdan qochdi. Aynan kerak edi bizga. Bas qilinglar, ish yoqmaslar, landovurlar. Saflaning, tezroq, bolalar. O'qituvchingiz bir necha kun ishga kela olmaydi. O'rniga Mademoiselle Navaren sizlarga qarab turadi. Ana o'zi. Geografiya, Fransiya daryolari. O'tiringlar. Jam! Bugungi darsimiz Fransiya daryolari haqida. Bilimingizni bir tekshirib ko'raychi. Avval xaritani osib qo'yish kerak. Kim osadi? O'tiring. Kim osishini o'zim aytaman. Siz. Ismingiz nima edi? Clotaire, mademoiselle. Boshqalarga nisbatan ziyrakroq ko'rinasiz. Xaritani osing. Mademoiselle, haligi jam.
Gap qaytarishni yaxshi ko'rar ekansiz. Sizdakalarni jilovini tortib qo'yish qo'limdan keladi. Tushunarlimi? Siz menga Sena haqida gapirib bering. Sena daryosi Langriyasi tog'ligidan boshlanadi. Uning uzunligi 776 kilometr. U La-Manshga borib quyiladi. Yaxshi. Siz gapiring. Uning asosiy irmoqlari Marna, Oaza, Yonna. Juda yaxshi. Sizchi, masxaraboz? Ha, siz. Javob beringchi. Sena to'g'risida yana nimalarni gapirib berasiz? Shunaqa. Javob berishga kelganda soqovib qolasiz, darrov. Burchakka turing. Maynavozchilik qilishni ko'rsatib qo'yaman sizga. Nima bo'ldi sizga? O'rganmaganda burchakda turishga, madmozel. Qanday turish kerakligini o'zim ko'rsatib qo'yaman. Rahmat. Qara. Hech qanaqa jinoyatchi yo'q bu yerda. Leborni qidirib ko'r. Fransis Leborn. Mana topdim. Leborn garaji. Alo. Fransis Lebornmi bu? Hozir. Fransis, seni so'rashyapti. Undan so'rab ko'r, yangi o'qituvchimizni ham bir yo'lik qilib bermasmikin? Eshitaman. Miss Lebornmisiz? Ha, menman. Bir ish bilan sizni chaqirmoqchi edim. Qanaqa ish? Shu yerda qilsak bo'lmaydimi? Shu yerda? Ishingizni qilib beraman, faqat ba'zi yumushlarımni bitirib olay. Yo. Uni olib ketsangiz bo'ldi. Bo'ldi? Qanaqasiga? Shoshmang, axir men uni ichini titkilashim kerak. Titkilashim? Ha, uni bo'laklarga ajratishim kerak. Lekin aytib qo'yay, agar o'zim boradigan bo'lsam, 500 frank to'laysiz. Yana qo'ng'iroq qilarmiz. Nima dedi? Ha, nima dedi? Xo'sh, Uni bo'laklarga ajratish uchun 500 frank so'rayapti. Bulardim jinoyatchilar shunaqaligini. Yangi o'qituvchini nima qilamiz? Buni qara, konfetlar eskib qopti. Ularni yema bolam. Muddat o'tib ketibdi. Endi bu zahar. Nima deysan? Sizga sovg'a olib kelgandim, xonim. Minnatdorman. Rahmat. Xizmatkor? Ha, mehmon kutadigan kunimizga xizmatkor chaqirishimiz kerak. O'shanda dasturxondan turib ketavermayman. Bechora mujbom xonim ham noqulay ahvolga tushmaydi. Zo'r bo'ladi-da o'zi ham. Xo'pmi? Taomchi. Mayonezli qisqichma qilarga nima deysan? Qimmat-u, qancha turishini bilasanmi o'zi? 1 kilosi 80 frank. Menga qara. Mayonezni yaxshi aytding. Ajoyib fikr, lekin qolgani menimcha yengilroq biror nima tayyorlagan ma'qul. Tez pishirardan. Tez pisharadan haligi go'shtli buterbrod tayyorlab berishi mumkin. Ularni yeb televizor ko'ramiz agar xohlasang. Tuni bilan bola o'g'irlash uchun 500 frankni qayerdan olsa ekan deb o'ylab chiqdim. Ertalab esa Jofrova maktabga g'alati bir narsa olib keldi. Juda ham g'alati ekan. Qanaqa ishlaydi bu? bitta tanga ber. Biron sonni tanla. Masalan, 6. Pulingni mana bu yerga qo'yasan. Ruletkani aylantirib, dollarni tashlaysan. Sen yutqazding. 500 frankdan shunaqa qilib topamiz. Kattalarni o'yinga tortib, pullarni ishlab olish kerak. Hoy, nima qilyapsizlar? Qimor o'ynayapsizlarmi? Pulga-ya? Qoyil. Demak, ota-onangiz qimorni kasofatini oxir-oqibat qamoqqa tiqishini aytmagan ekanda. Bema'nilar. Qani menga berchi? Bu rasvo o'yinchoqni musodara qilaman. Ota-onalarga hayronsan, shunaqa narsalarni ham sovg'a qilishadimi? Hamma saflansin tez. Bolalar, sizga noxush xabar aytmoqchiman. Ustozingiz Mademoiselle Navarren to'satdan kasal bo'lib qoldi. Bugun u maktabga kelmaydi.
U o'qituvchisini o'ldirgan. Va sud ayblanuvchini aybdor deb topdi. Aybdor! Yana u chaqmachaqar. Suvarakning xuddi o'zi. Anyan, sizga nima bo'ldi? Meni ura olmaysiz. Axir meni ko'zoynagim bor. Xo'sh, aytganimdek, madmozel Navarin shamollab qopti. Shuning uchun bugun kela olmaydi. Sizlar esa bir o'quvchini nazorati ostida sinfda jimgina o'tirasizlar. Kimga ishonsam bo'ladi? Yaxshi. Arifmetikadan boshlaymiz. Daftarlaringizni oching. Misol ishlaymiz. Nima deding? Jim, bu yerda men buyruq beraman. O'zini kim deb o'ylayapti bu? Jim dedim. Burchakka tur. Kitobimni og'zingga tiqib qo'yaymi? Haqqing yo'q. Meni ko'zoynagim bor. Baribir tiqib qo'yaman. Hoy, Jofrua. Nima? Ruletkani qaytarib olishimiz kerak. Qanday? O'lim, o'qi. O'lim o'qituvchilarga? Bu nimasi? Yo'q, men qo'lim o'qishga deb yozmoqchi edim. Adabiyni berib qo'ymasammi? Yur direktor oldiga. Umrimda birinchi marta bunday xunuk voqeani ko'rib turibman. Bizni qattiq xafa qildingiz. Nima jazo bersa ekan, Monsieur Bullion yo'g'a Dubon. Bema'ni yozuvlar bilan iflos qilmasligim kerak. Sevimli maktabimiz devorlarini. Bu yer ta'lim olishga mo'ljallangan bo'lib, yoshlarimiz unda qadriyatlarimizni ulug'laydigan chinakam shaxs bo'lib tarbiyalanadilar deb 300 marta yozsin. Birinchi gapni o'zi yetarli. Siz esa do'stim, buni yozmaguningizcha maktabdan ketmaysiz. Tushunarlimi? Kep qoling, xonimlar va janoblar, kep qoling. 1 frank tikasiz. Omadingizni sinab ko'ring. 1 frank, monsieur. Kelinglar. Yutuqsizligi bo'ladi. Atigi 1 frank tikasiz. O'ynaysizmi, xonim? Bo'pti, sizlarni bir xursand qilay. Qancha tikishim kerak? 10 frank. 10 frankmi? Mana 10 frank. Qaysi raqamga qo'ysam ekan? Istaganingizga qo'ying. Masalan, 4 ga. 4 ga bo'la qolsin. 4 ga 10 frank. Boshladik. Men yutdim. Men yutdim. Nima? Atiga shuni yozdingmi? Ber bu yoqqa. Bu dangasa qayoqlarda qoldi ekan? Qani u? Azizam, bog'lab qo'ya olmaysanmi? Ortiq chidolmayman. Kuni bo'yi tuz totganim yo'q, oshxonadan chiqqanim yo'q. Qayoqda qoldi u, Xudoyim ey? O'zingni bos, jonginam. Qanday qilib bosay? Axir mujbomlar hozir kelib qolishadi, xizmatkorimizdan esa darak yo'q. Ana, keldi.
Mana orqa eshikdan chiqib axlatxonaga olib borib tashlang buni. Boring. Nima bu? Mayonezli qisqichbaqa. Kichkinalari yeyishmaydi bunaqasini. Kattalarga bu. Senga qaylali chuchvara bor. Chuchvara yegim kelmayapti. Qisqichbaqa yeyman. Nikolya, bas qil. Qayoqqa daf bo'ldi anavi? Ketyapman. Xayrli kech, misye Mujbon. Xayrli kech xonim, xayrli kech. Xotinim hali kirmadimi? Mashinamni joylagunimcha mendan oldin kirib ketgan edi. Negadir ko'rinmayapti. Mujbon xonim, kechiring meni, ming bor uzr. Qani, marhamat. Bu yoqqa. Nikolya, kirib salomlashib chiq. Xayrli kech, misye Mujbon. Xayrli kech, Mujbon xonim. O, Nikolya, yuborgan o'yinchog'im senga yoqdim, ha? Xo'sh. Ha, lekin dadam uni o'ynashimni xohlamayaptilar. Quloqlari changlayotganmish. Kelasi safar senga boshqa narsa sovg'a qilaman. Qanday sovg'a olishni istarding? Qanday? 500 frank berganingizda zo'r bo'lardi. Nimalar deyapsan? Xo'sh, 500 frankni nima qilmoqchisan? Shuni bilmoqchi edim. Qulog'ingizga aytaymi? Ayta qol. Jinoyatchiga ukamni o'g'irlab ketish uchun to'layman bu pulni. O'shanda ota-onam meni o'rmonga tashlab ketishmaydi. Menga qara, Nikolya, agar pul topmoqchi bo'lsang, astoydil mehnat qilishing kerak bo'ladi. Astoydil. Maslahatim uchun hali menga rahmat deysan. Agar menga pul berganingizda hozirning o'zida rahmat degan bo'lardim. Oshxonaga bor, yo tavba. Qayoqdan oldi bu gapni? Xijolat bo'lmang. Bolada. Bo'ldi, lashib keldim. Juda soz. O'tir. Mana ovqating. O'tirib, ye. Skandinaviya adabiyotini yoqtirasizmi, Mujbon xonim? Men bo'lsam, 13-asr skat she'riyatini yoqtiraman. Atoqli otlardan voz kechib, ular o'rniga tashbih va tamsillar ishlatilishi juda qiziq bu. Judayam. Juda. Men Snorsitryofelni yoqtiraman. Snorsinyofel, Storkislofel, Smorkistrofel, Snyosloj. Siz barokko so'zi portugal tilidan olinganini bilasizmi? Ha, Barokko degan shahar nomidan. Bu shahar o'zining mayda qisqichbaqalari bilan mashhur. Luli shokoladining nomi ham shundan kelib chiqqan. Luli shokoladi. Balki dasturxonga o'tarmiz. Ha? Aytib qo'yay, hammasini shoshib pishib tayyorlaganman. Yaxshi-da, agar bilsangiz edi, meni mayonezli qisqichbaqa bilan mehmon qilaman deganlardan qanchalik bezor bo'lganimni. Kechirasiz, men bir daqiqaga. Marhamat.
Ko'chada ashula aytishimiz mumkin. Yoki mashina yuvishimiz mumkin. Menga pul kerak bo'lganda qaytimlarni o'zimda olib qolaman. Yo'q, tezda pul topishning yo'lini o'ylashimiz kerak. Dadam menga qanday qilib boyib ketganini aytib bergandi. Bir kuni dadam ko'chada olma topib olibdi. Keyin uni 1 frankka sotibdi. Keyinchi? Keyin 2 olma sotib olib 2 frankka sotibdi. Keyinchi? Keyin bo'lsa, amakilari o'lib, bor mulki dadamga meros bo'lib qopti. Xo'sh, keyinchi? Bolalar, o'zimizning o'qituvchimiz keldi. Qoyil! Salom bolalar. Xush kelibsiz, vazir janoblari. Les voilà. Ana, kelishdi. Je veux que vous... Odobli bola bo'lib o'tirishingiz kerak. Kim birinchi bo'lib kulib yuborsa, qattiq jazolanadi. Tushundinglarmi? Xo'sh. Voilà. Yaxshi. 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 O'tiringlar, bolakaylar, o'tiringlar. Xo'sh. O'qishlar qanday ketyapti? Sal o'zlarini bo'sh qo'yishsin. Hozir sizlarga bir topishmoq aytaman. Diqqat bilan eshitinglar. O'zi sariq kichkinagina duk-duk qiladi. Nima u? Axir bu don cho'qayotgan jo'ja-ku. Mayli. Hozir nimani o'rganyapsizlar? Les fleuves. Daryolarni. Yaxshi, daryolarni. Unda birortangizdan so'raylik-chi. Ha, albatta, Anyan qara turchi. Yo, sen emas. Sen. Ha, sen. Isming nima edi, bolakay? Ismim Kloter. Juda soz. Qani menga aytchi, Parijdan qaysi daryo oqib o'tadi? Xo'sh? Gapir, qulog'im senda. Parijni kesib o'tadigan daryo. Kloter, ota-onang bilan suv tramvayida sayr qilgansan-ku. Seni? Qoyil! Yashavor! Ofarin Kloter. Shunchalik qiyinmidi buni aytish? Muzokara qanday ketyapti? Menimcha aytganimizda turishimiz kerak. Menimcha qanchada bajarishimiz mumkin? Kamida 10 kunda. Lekin menimcha yaxshi, hammasidan meni xabardor qilib turing. Eshitaman. Salom, bu menman. Monsieur Mujbo men haqimda hech nima demadimi? Pul topishning yo'lini o'ylab topdim. Asterix.
deysizlarmi? Nima deyapsan? Qurilish maydoniga kelinglar, o'shanda ko'rasizlar. Nimani? Biz sehrli dori o'ylab topdik. Mana buni ichsang, buqaday kuchli bo'lasan. Bahosi 5 frank. Shunaqami? Gapingni nima bilan isbotlaysan? Sen bu yoqqa. Ha, sen. Endi avtobusni ko'tar. Qoyil. Kimni navbati? To'landi. To'landi. Qani keyingisi? To'landi. Qani keyingisi? To'g'ri yetmaydi-ku. Xavotirlanma, Rufus yangisini tayyorlayapti. Uch, 4, 5. Hammasi bo'lib 530 frank. Hoy bezorlar, o'g'limni nima qilib qo'ydinglar? Ota-onalaringning oldiga boraman. To'xta bezorlar. Senlarni tinch qo'ymayman. Qochdik. Tezroq. To'xta, baribir hammangni topaman. Qochdik. Ey Xudo, mendan qochib qutula olmaysanlar. Yerning tagidan bo'lsa ham topaman. To'xta dedim. To'xta. Alo. Buyurtmamiz uchun pul topdik. Yaxshi, avtomobilni o'zi qayerda? Qayta qo'ng'iroq qilamiz. Endi u mashina so'rayapti. Bunaqa deyishimiz hech qachon o'xshamaydi. Monsieur, qanaqa muzqaymoq olib kelay? Eshitmadim. Shokoladli qulplayligidan. Xo'p, monsieur. Bo'la qol, bolalar bizni kutib qolishdi. Qanday haydashni bilmayman. Nima? Qanday yurgizishni bilmayman. Kalitni bura. Jinnusini olib ketib qopti-yu. Unda simlarni bir-biriga ulash kerak. Kinoda ko'rgandim shunaqasini. Sen ko'z quloq bo'lib tur. Sen esa menga yordamlashib bor. Nimalar bo'lyapti o'zi? Shokoladli qulupnayligidan. Bolalar, qochinglar. Qochinglar yo'ldan. Qochinglar dedim. Qochinglar. Xo'sh, haydashingiz chakki emas. Orqaga yurish, to'xtatishingiz yaxshi. Endi mashinani maxsus joyga qanday qo'yishingizni ko'ramiz.
Mashinani ana u yerga qo'ying. Xo'p. Bu nimasi? Tezroq orqasidan. Uni qo'yib yetamiz. Men Uni qo'yib yetamizda haydovchilik guvohnomasini olib qo'yamiz. Qochinglar! Qochinglar! Quvib o'ting! Quvib o'ting! Qochinglar! Yo'lni bo'shating! Tezroq bo'ling. Haydasangizchi. Mujbom korxonasi. Menga bir ishonchli odam kerak. Meni ham bog'lab bermagan axir. Ishimni davom ettiradigan odam haqida o'ylab ko'rishim kerak. Ehtiyot bo'ling. Buni qarang-a. Yaxshiyam yonimda siz bor ekansiz. Ayting-chi. Birodar, muzokara haqida nima deya olasiz? Ularning shartlariga ko'nish kerak. Menimcha. Yaxshi, bu ishni sizga topshiraman. Lekin jim bo'ling. Yo'q, siz emas. Yordam beringlar! Mashinani joyiga qo'yishni uddaladingiz. Rahmat. Bunaqada hech qachon hech nima qila olmaysan. hammasi chappasdan ketdi. Endi nima qilamiz? Bilmasam, Lekin bu yerga qanday kelib qoldik? Allo. Salom, iltimos, Fransis Leborni chaqirib bersangiz. Mayli, kutib turaman. Qo'y, qaranglar, bu Yoximku. Salom bolalar. Demak, seni yo'q qilishmabdi-da. Yo'q, shunchaki menga suv chechak toshgandi. Bu meni ukam. Ko'rdinglarmi? Qanaqa chiroyli. Zo'r bo'ladi. Tegma, mikroblarni yuqtirib qo'yishing mumkin. Chaqaloqlar juda nimjon bo'lishadi. Eshitdinglarmi? Meni ismimni aytdi. Men bo'lsam ukangni yomon ko'rasan deb o'ylovdim. Yo'q, ilgari yomon ko'rardim. Ilgari aka bo'lish zo'rligini bilmagunimcha-da. Keyinchalik unga har xil narsalarni o'rgatishim mumkin ekan. Masalan, futbol o'ynashni yoki velosiped minishni. Ota-onam meni unga o'rnak qilib ko'rsatishadi. Sen yoshingda Yoxim buni bilardi deyshadi. Yana unga buyruq bera olaman. U bo'lsa hamma aytganlarimni qiladi. Bo'pti, ketdim. Xayr. Allo. 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 Endi hech qachon mashina haydamayman. Hech qachon. Jonginam, seni tushuna olmay qoldim. Hech qachon. Tamom. Oyi, dada. Rahmat. Men juda xursandman. Nimaga xursandsan? Ukam bo'lishdan xursandman. Nikolay, nimalar deyapsan o'zi? Men ukam, chaqaloq ukam. Oyim olib keladilar-ku. Nikolay, senga uka olib kelmayman. Qayerdan olding bu gapni? Lekin men ukam bo'lishini xohlovdim. Zo'ri ukang bo'lishi. Nega menga uka olib kelishni xohlamayapsizlar? Xursand bo'lishimni hech qachon istamaysizlar.
Ovqatdan keyin dadam oyim bilan uzoq kulishib o'tirishganini eshitdim. Kunlardan bir kun maktabdan kelganimda, kutilmaganda menga xush xabar aytishdi. Oyi, chaqaloq tezda tug'ilgani yo'q. Qancha vaqt o'tganini aniq bilmayman. Hatto yangi yilni kutganimdan ham ko'p vaqt o'tdi. Indingami? Undan ham keyin. Xayrli tong. Hayot shu tariqa o'tardi. Mashinani olib ketib qolgani uchun Jofroni jazolashdi. Endi u maktabga piyoda borib kelyapti. Mariya Edvejni ko'rib qoldim. Tug'ilgan kunimni nishonlayapman. Payshanbada kelasanmi? O'ylab ko'ray-chi, ishim tiqilayotibdi. Balki vaqt toparman. Aslida unga biror nima dedimmi, demadimmi? Yana yangi qo'shni ko'chib keldi yonimizga. Kallang joyidami? Nima gap o'zi? Bugun yakshanba, hamma dam olyapti-ku. U ham tez-tez dadam bilan janjallashadigan bo'lib qoldi. Men esa hali ham kutardim. Ertaga tug'iladimi? Yo'q, hali bor. Men sabrsizlik bilan ukam tug'ilishini poylardim. Axir u bilan o'ynamoqchi edim-da. Yaxshi. Qara. Men uchyapman. Bir kuni ertalab hammamiz kasalxonaga ketdik. Ehtiyot bo'l. Va nihoyat ukam dunyoga keldi. Qizaloq. Kim? Qani ur. Ur deyapman. Hoy, qara. Qarasang-chi. Xudoyim, buncha ham shirin bo'lmasa, farishtaning o'zginasi yuzining pastda dadasiniki. Ko'rmayapsanmi, xudonasiga o'xshaydi-yu. Yo'q, dadasiga o'xshaydi. Xo'sh, Nikola, singling yoqdimi senga? Rostini aytsam, unchalik emas. Katta bo'lsin, keyin ko'ramiz. Hozir esa na tishi, na sochi bor. Shunda ham juda shirin, o? Shirin? Hamma yoq qip-qizil. Bujmayib yotibdi-yu. Qizil qalampirga o'xshaydi. Ko'zlari katta. Qayoqqa qarayotganini bilmaysiz. Og'zidan ko'pik chiqaradi nuqul. Hamma uni kulyapti deydi. G'irt yolg'on. Ko'pik chiqarishdan boshqa narsani bilmaydi u. Men ukam bo'lishini xohlardim. Oyim esa kasalxonadan qiz bola olib keldi. Keyin uni hamma yog'i bujmayib ketgan. Hech ham shirin emas-da. Agar bilganimda, yaxshisi menga kuchuk olib beringlar degan bo'lardim. Qiziq. Shu payt xayolimga o'qituvchimiz yozdirgan inshoning mavzusi keldi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Endi bildim. Katta bo'lganimda odamlarni kuldirishni, xursand qilishni istayman. Menga qaranglar. Menga qaranglar dedim. Nima
Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Aziza Shamsiyeva. Filmga aktyorlardan Hoshim Arslonov, Mohira Nurmatova, Abdulhay Otaxo'jayev, Nargiza Mirzayeva ovoz berishdi. Rejissyor Bahodir Qosimov, ovoz rejissyori Azam Bahromov, rejissyor assistenti Kamoliddin Jalilov, muharrir Aktam Berdiyorov. Элиза Хёрш. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail la peinture qui s'égaille. Notre poésie, c'était peinard et sans corbeau et sans renard qu'on l'écrivait à grands coups de pied dans un ballon. Une vitre en moins, je prends du galon. Je grandissais. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains, qu'importe si t'étais rupin. On était tous légal, notre frangin de mandale. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en bande. Y a une règle dans la truande, c'est à celui qui s'y colle qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle femme, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Depuis que je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière mi-close. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup.
На русский язык фильм озвучен студией Sonatec по заказу DVD Expo в 2010 году.